Assalomu alaykum hammaga. Bugungi video darsigimizda Google V3 da qanday qilib video generatsiya qilishni ko'rib olamiz. Bizga eng asosiy narsa bu videoni prompti, ya'ni prompt birinchi tayyorlab olishimiz kerak. Promptni o'zingiz yozsangiz ham bo'ladi, lekin yaxshiroq prompt yozish uchun biz ChatGPT dan foydalanamiz. Masalan, bu yoqqa yozamiz. Kerak. Demak, ChatGPT ga promptni tayyorlatib olyapmiz. Endi bu promptni olib biz Google V3 saytiga kirishimiz kerak. V3 ga. Bu yoqdan Google V3 deb kiramiz. Google Labs saytidan kiramiz. Create with Flow. Ro'yxatdan o'tib olgan bo'lishingiz kerak. Bu yerda akkauntingizni kiritasiz. Sizga tekinga video generatsiya uchun kredit beradi. Bu yoqdan 4 xil ko'rinish bor. Video bu описание. Promptni bu yoqqa joylaymiz va sozlamalardan gorizontalni ham bor, vertikalni bor. Gorizontal turaversin. Okey, jo'natamiz. Demak, mana videomiz tayyor bo'ldi. Buni ko'rib olsak ham bo'ladi. To'g'ri ekran. Okey, videomiz o'xshadi. Endi bemalol buni xohlagan kачествомizda yuklab olsak bo'ladi. Bu yoqdan 1080 tanlaymiz. Bu joyda ozroq загрузка bo'ladi-dagi, bu joyda skachat qilish tugmasi chiqadi, bosib yuklab olsangiz bo'ladi bemalol. Mana shunday oddiy jarayon. Ya'ni har qanday hozir bunday multfilmlar ham, videolar ham hammasi mana shu Google V3 modelda tayyorlanmoqda. Hammaga rahmat, videoga like bosib, meni kanalimga obuna bo'lib qo'ying.